ko'pchiligimizda bitta muammo bor. Juda ham ko'pchilik bilan gaplashamiz, juda ham muhim masalalarni muhokama qilamiz va bir qancha muddatdan so'ng biz ham gaplashgan odamimiz ham juda ham muhim bir fikrni, ideyani yoki vazifani unutib qo'yamiz. Xo'p, bu narsani yozib yurish uchun kimlardir bloknot ishlatadi, kimlardir telefonida yozib yuradi spiska qilib. Lekin bunaqangi gaplashuvlar juda ham ko'p bo'lsa-chi. Aytaylik, siz biznesmensiz yoki bir qancha insonlardan iborat bo'lgan jamoaning rahbarisiz. Kim nima ish qilayotganligi, kim bilan nima gaplashganligingiz, kimga nima va'da berilgan yoki kim sizga va'da bergan. Bularni hammasini bitta joyda o'zingizga sun'iy intellekt yordamchi sifatida ishlaydigan platforma bilan boshqarishingiz mumkin. Demak, bizda mitinglar bo'ladi. Mitinglar turli ko'rinishda bo'ladi. Onlayn mitinglar, offlayn mitinglar. Ba'zi mitinglarga siz o'zingiz qo'shila olmaysiz. Biz berayotgan yechim har qanday miting turini bitta joyda saqlash, u mitinglarni istalgan vaqtda boshqatdan ko'rish, mitinglar haqida AI dan so'rash va barchasi, masalan, o'tgan oyda xodimlaringiz bilan qaysidir vazifa masalasida gaplashdingiz va shu bilan xodimlarni ham sizni ham yodingizdan ko'tarildi va birdan esingizga tushib qoldi va kim bilan qachon gaplashganingizni eslay olmayapsiz. Shunchaki diktani AI yordamchisidan so'raysiz. Qaysidir masala bo'yicha nima qaror qabul qilgan edim deb. U qaysi mitingda kim bilan qachon gaplashganingizni topib, shunchaki play button chiqarib beradi. Play buttonni bosasiz va siz nima degansiz, suhbatdoshingiz nima degan, barchasini dikta birdaniga ko'rsatadi. Ana endi diktani web platformasiga o'tadigan bo'lsak, boshqa platformalarga ham birin-ketin o'tib qanaqangi xususiyatlar borligini ko'rsatib chiqaman. Xo'p, kirish tugmasini bosamiz bu yerdan turib. Xo'p. Xuddi Google, Zoom yoki Teams platformalarini bilamiz. Dikta ham o'zining shaxsiy miting platformasiga ega. Ya'ni Zoomda yoki Google Meetda yoki Teamsda hech qayerda miting qilishingiz shart emas. Diktani o'zining miting platformasi bor. Serverlarimiz O'zbekistonda joylashganligi sabab miting uchun trafik TASX tarmog'idan foydalanadi. Buni hisobiga Google Meetdan, Zoomdan qolishmaydigan tezlikda va sifatda dikta ishlab beradi. Undan tashqari miting, ya'ni onlayn mitingni ustiga qo'shimcha bizning funksiyalarimiz bor. Hozir ularni birma-bir ko'rsatib chiqaman. Xo'p, birinchisi onlayn mitingdan boshlaydigan bo'lsak, hozir boshlash funksiyasi. Hozir boshlashni bosadigan bo'lsak, xuddi Google Meetga o'xshagan holatda mikrofonni tanlash mumkin bu yerdan va shunchaki qo'shilamiz. Va bizda xuddi Google Meetga o'xshab meeting room yaraldi. Meetingning linkini Telegramdan kimgadir yuborishimiz mumkin yoki kimnidir email orqali taklif qilishimiz mumkin. Barchasi bitta joyda. Va bu ushbu yig'ilishga insonlarni taklif qilishimiz mumkin link yordamida. Va meetinglar avtomatik yozib olinadi va bu yozib olingan meetinglar bizni meetinglar kutubxonamizga doimiy ravishda tushib boradi. Xo'p, va bu yerda mana transkripsiya ham by default yoqilgan bo'ladi. Ya'ni siz uni xohlasangiz o'chirib qo'yishingiz mumkin va yozishni ham xohlasangiz o'chirishingiz mumkin. Va meeting roomda, meeting platformamizda Google yoki Zoomga o'xshab ulardagi bor bo'lgan asosiy funksiyalarni deyarli hammasini qo'shishga harakat qilganmiz. Xususan chat funksiyasi, ishtirokchilarni ko'rish, har bitta ishtirokchining ovozini boshqarish, xuddi Telegramdagi video kollar singari yoki ekranni ulashish funksiyalari. Keling, meetingni endi tugatamiz. Hozir bitta o'zim bo'lganligim sababli bitta meni avatar rasmim chiqib turibdi bu yerda. Hamma uchun yakunlaymiz.
bitta ishtirokchi qatnashdi ushbu mitingda, faqat mana o'zim. Agar bu yerda boshqa qatnashchilar ham qatnashadigan bo'lsa, ularning ismi shu yerda chiqib turadi va diktani, masalan, siz kim bilandir miting qilishingiz kerak, yangi miting yaratdingiz diktada va uni linkini kimgadir ulashdingiz. U registratsiya qilib, telefon nomer kiritib, email kiritib o'tirish shart emas, shunchaki ismini yozib kirib ketaveradi. Ya'ni hech qanaqangi avtorizatsiya majburiy emas bizda. Xo'p, va bu yerda miting tugatilgandan so'ng mitingni biz transkripsiya qilamiz va unga xulosa yozamiz AI yordamida va bizni AI'imiz o'zbek tilini tushunadi. O'zbek mitingda xohlagan tilda, o'zbek tilidami, rus tilidami, ingliz tilidami, hamma xohlagan tilda gapiraveradi, lekin oxirdagi xulosani barchasi o'zbek tilida bo'ladi va siz AI dan ham o'zbek tilida bemalol so'ray olasiz. Va doimiy bizda video bo'ladi bu yerda. Va uchrashuv yakunlangandan so'ng uchrashuv uchun transkripsiya bo'ladi va summary bo'ladi, ya'ni xulosa bo'ladi. Men birorta oldin qilingan uchrashuvlardan ko'rsataman. Masalan, klinika boshqaruv tizimini yaxshilash mavzusida miting qilgan ekanmiz. Mitinglarning nomi ham AI tomonidan nomlanadi. Ya'ni siz shunchaki miting qilyapsiz, hali mitingning nomini bilmaysiz. Masalan, kim bilandir yangi startap haqida gaplashishingiz mumkin, lekin siz tanishgan odamingiz bilan boshidan nima haqida gaplashishni, mitingning nomini bilmasligingiz mumkin. Lekin AI'da o'zi gaplashilgan suhbatni mazmuniga qarab o'zi nom beradi har bitta miting uchun. Xo'p, 2 kun oldin 17 daqiqa gaplashilgan va bu yerda mana transkripsiya kim nima degan. Masalan, men buni shunchaki ustiga bosadigan bo'lsak, mana shu joyiga olib borib qo'yadi. Ya'ni 4-daqiqa 7-sekundga olib borib qo'yadi. Ya'ni kim nima dedi? Mana masalan, videoni play qilib boravergan sari bu yerda ham avtomatik scroll bo'lib ketaveradi. Masalan, videoni mana bu yerga qo'yadigan bo'lsam, mana bu yerda mana kim nima dedi. Va mana xulosa qismiga tushadigan bo'lsak, xulosa kim nima dedi va bu yerda qilinish kerak bo'lgan vazifalar va masalan 8-vazifa bo'yicha nima qilish kerakligini yozib berish kerak. Bu narsani Jonik men sizga yozib beraman deb menga aytgan va buni dikta tushunib turib, mana shu narsani Jonik qilishi kerak deyapti-da. Mana shu vazifaga Jonikni mention qilib qo'yapti, belgilab qo'yapti. Ya'ni buni kim bajarishi kerak, qaysini men bajarishim kerak. Juda ham oddiy, ya'ni miting tugagandan so'ng kim nima ish qilish kerakligi aniq bo'ladi. Xo'p, masalan, shu mavzuga boradigan bo'lsak, mana shu qaysidir bitta vazifa, to'g'rimi? Shu vazifa qayerdan yaratildi? Mana masalan, mavjud bemorlar qabulga ro'yxatdan o'tkazish formasini keraksiz maydonlarni Google Resource va boshqalarni olib tashlash. 3 marta gaplashgan ekanmiz to'liq miting davomida. 7-daqiqada, 8-daqiqada va 14-daqiqada. Ya'ni 3 marta shu mavzu tilga olingan. Va qarorlar bu yerda nimalarga biza kelishdik oxirida, ya'ni ikki tomondan ham nimagadir kelishilgan bo'lsa, shu narsa qaror sifatida bizada belgilanadi. Xo'p, keyin ba'zida qaysidir mitingni siz kimgadir berishingiz kerak bo'ladi. Masalan, boshliq bilan qaysidir masalani gaplashdingizda, xodimga yoki kimgadir shu narsani tushuntirmoqchisiz, lekin tushuntirib o'tirishga vaqtingiz bo'lmasligi mumkin. Siz nimani xohlaysiz? Shunchaki o'sha mitingni xodimga berishni. Buning uchun shunchaki yig'ilishni ulashishni bosib turib, yozuvni sketchat qilib turib bersangiz ham bo'ladi videoni, yoki linkni o'zini bersangiz yoki uni taklif qilsangiz bo'ladi. U ham hech qanaqa avtomatikatsiya qilmasdan turib mitingni ko'ra oladi bemalol. Masalan, mana bu recap link deb nom berganmiz. Mana bu videoni, bu mitingni ko'rish uchun avtomatikatsiya qilish shart emas va shu uchun bu linkni kimgadir berishdan ehtiyot bo'lish kerak albatta. Yana bitta e'tibor berishimiz muhim bo'lgan narsa bor. Mitinglarda gaplashilgandan so'ng mitinglardagi bizaga masalan vazifalar ro'yxatini shakllantirib beryapti har bitta miting uchun.
Ana endi bu vazifalarni biz qayergadir olib o'tishimiz kerak. Ya'ni vazifalar agar shu yerda qolib ketadigan bo'lsa, bular hech qachon bajarilmaydi. Ularni o'sha qanaqadir task management platformaga olib o'tishimiz kerak. Kimlardir Trello, Jira ishlatadi, Asana yoki ClickUp ishlatadiganlar bor. Xo'p, bu narsaga ham biz yechim qilib berganmiz. Ya'ni bu yerdagi vazifalarni shu AI tomonidan suggest qilingan, taklif qilingan vazifalarni bitta-bitta kopiya qilib Jiraga yoki Trelloga kiritib chiqish shart emas. Bu yerda mana ish maydonini settingsi bor, sozlamalari bor. Xo'p, ish maydoni haqida o'zi gapiradigan bo'lsam, ish maydoni shunaqa narsaki, diktadan registratsiyadan o'tadigan bo'lsangiz, sizning nomingizda ish maydoni yaratiladi, workspace yaratiladi va workspace ga bir nechta a'zoni qo'shishingiz mumkin. Ya'ni siz komanda boshlig'i bo'ladigan bo'lsangiz, o'zingiz komandangiz uchun yangi bitta workspace yaratasiz va boshqa a'zolarni workspace ga taklif qilasiz. Xo'p, va bu yerda integratsiyalar bo'limi bor bizda. Men bu yerda masalan Trelloni ulab qo'ymoqchiman. Shunchaki Trelloni ustiga ulashni bosaman. Ruxsat beramiz. Va Trello endi ulandi. Ana endi sozlab qo'yishni bosamiz. Xo'p, vazifa qayerda yaratilsin? Doskani tanlab qo'yamiz bu yerda. Masalan, to-do tabga tushsin, qaysidir proyekt ichida kimga assign qilinsin? Aniq bir kishiga deylik. Masalan, mana Trellodagi menga meeting tugagandan so'ng hamma vazifalar menga assign bo'lsin, keyin men boshqalarga o'tkazib chiqaman vazifani. Xo'p, muddatini meeting tugagan kuni ertasiga qo'yib qo'yaver. Qarorlar ham yuborilsin. Har bitta yig'ilishdan so'ng Trelloga avtomatik yaratishni yoqib qo'yadigan bo'lsak, meeting tugagandan so'ng hech narsa qilishingiz shart emas. Meetingda gaplashilgan vazifalar Trelloda avtomatik ravishda yaratiladi. Ana endi buni saqlab qo'yamiz. Ana endi hozir menda aktiv meeting bo'lmaganligi sababli men eski meetinglardan birortasini Trelloga o'tkazib ko'raman. Masalan, spiska yuborishni va interfeys tugmalari uchun izoh matnlari, tooltipslarni taqdim etishni men Trelloda yaratmoqchiman. Trelloda yaratishni ustiga bosaman va bu button chiqishi uchun Trello account ulangan bo'lishi kerak. Trelloda yaratishni ustiga bosaman. Xo'p, loyiha mana tanlandi. Vazifa nomlari, vazifalar menga assign qilinadi. Ikkita vazifa yaratamiz. Va bo'ldi. Trellodan endi kirib bu yoqda bemalol ko'rsak bo'ladi. Mana Trelloda bizning vazifamiz yaratildi. Diktaga link ham qo'yildi. Ya'ni masalan bu vazifani men kimgadir assign qiladigan bo'lsam, agar vazifa tushunarsiz bo'lsa, shunchaki o'sha vazifani ichidagi meeting linkni ochadi va meetingni o'sha qaysidir bitta momentidagi joyini topib oladi. Masalan, ochdi o'zini vazifasi nima? Action item bo'lib tushgan interfeysdagi tugmalar uchun tooltipsni taqdim etish. Mana shu daqiqaga bossa, videoni o'sha joydan boshlab play bo'ladi. Va bu yerda Trelloda yaratilgandan so'ng Trelloda yaratildi degan button qo'shiladi va bitta bosib turib Trellodagi qaysi task edi bu deb bemalol ko'rib olsak bo'ladi. Demak, bu integratsiyalar edi va integratsiyalarda yana bitta nafaqat task management platformalar, project management platformalar, bizda MCP ham bor. Ya'ni agar siz Cloudni yoki Cursorni yoki boshqa bitta AI agentlarni maksimal tarzda ishlatayotgan bo'lsangiz, diktani MCP'sini ham ulab qo'ysangiz bo'ladi, ya'ni connector diktaga. Masalan aytaylik, Cloudda siz Gmailni ulab qo'ygansiz va siz aytaylik 4 ta yangi klientingiz bilan meeting qilishingiz kerak. Cloudga aytasiz, diktada yangi meeting yaratib, keyingi chorshanba soat 2 ga belgilab qo'y va falonchiga email jo'natib qo'y meni nomimdan deysiz. Cloud shunchaki bu ishni siz uchun qilib beradi. Ya'ni diktani platformaga kirib ham o'tirishingiz shart emas yoki
Eski mitinglardagi biror narsani so'ramoqchi bo'lsangiz, shunchaki o'zingizda o'rnatilgan clouddan so'raysiz. Diktada qaysidir mavzu bo'yicha kimlar bilan nimani gaplashganman, qanaqa qaror qabul qilgan edik degan savolga aniq javob bera oladi. Yana bir asosiy funksiyalarimizdan biri bu AI yordamchi. AI yordamchidan o'tgan mitinglarimiz asosida savollar so'rashimiz mumkin. Masalan, kimga nima vazifa berganmiz, masalan, qaysidir klient bilan nima haqida gaplashganmiz oxirgi marta yoki istalgan narsa, mitingda gaplashilgan mavzular bo'yicha nimanidir so'rashimiz mumkin bemalol. Xo'p, masalan, so'rab ko'ramiz. Klinika masalasida kim tooltipslarni berish kerak edi? Qaysidir mitingda klinika va tooltip haqida gaplashilgan bo'lsak, o'shalarni izlab topdim mana. Klinika boshqaruv tizimini yaxshilash uchrashuvida interfeysdagi tugmalar uchun izoh matnlari tooltipslar taqdim etish jonik yuklatilgan edi. Behruz Mahmudov esa bemorlar ro'yxati harakat tugmalariga izoh chiqadigan matnlarni qo'shish vazifasi berilgan. Va bu yerda mana kim nima degan bo'lsa, lahzani ochishni ustiga bitta bosadigan bo'lsak, va mana shu yerdan boshlab kim nima deganligini bemalol ko'rib olsak bo'ladi. Ya'ni bu AI yordamchi meni nazarimda juda ham muhim narsa, chunki mitinglarni kim bilandir miting qilyapsiz, uni yozib olish kerak emasday tuyulishi mumkin yoki shunchaki telefonni ochib o'sha yozib olish knopkasini bosishga erinishingiz mumkin. Lekin bu narsa 1 oydan keyin, 2 oydan keyin, 6 oydan keyin juda ham qimmatli narsaga aylanadi. Ya'ni aslida nimani gaplashgandik, shu nimadir muhim joyi bor edi-da deb qolgan paytda bizni AI yordamchimiz keladi. Qaysidir mavzuda kimlar bilan, qachon gaplashgansiz va aynan nima degansiz. Ya'ni dikta ham hech qachon 100% to'liq transkripsiya qila olmaydi. Qaysidir o'zbekcha shevalarni tushunmasligi mumkin. Yoki ba'zida ovozda uzilishlar bo'lishi mumkin, har xil sabab bo'lishi mumkin. Lekin doim bizda recording bo'ladi. Ya'ni agar onlayn miting bo'ladigan bo'lsa video, offline miting bo'ladigan bo'lsa bizda audio ham bo'ladi. Keyingi yana bir muhim masala, aytaylik, qachongadir miting belgilangan, lekin siz u mitingga kira olmaysiz va u miting diktada ham yuz bermayapti. Masalan, u aytaylik Google Meetda yoki Zoomda bo'lyapti. Bunaqa holatda siz o'zingizning nomingizdan bot yuborishingiz mumkin mitingga va u sizning nomingizdan mitingga kiradi, aytilgan gaplarni, videolarni, ulashilgan ekran ulashuvlarni barchasini diktaga yuboradi va biz uni transkripsiya qilamiz va uni biz siz uchun saqlab qo'yamiz. Bu qanaqa bo'ladi? Note taker yuborish degan knopkani bosamiz va bu yerga Zoomda, Google Meetda yoki Microsoft Teamsda bo'layotgan mitinglarning linkini shunchaki tashlaysiz va mitingga xohlasangiz nom berasiz va botni yuborasiz. Bot shunchaki borib qo'shiladi mitingga.